gilam tarixida hali bunaqangi skidkani aniq ko'rmagansiz. Hozir qo'yib beradigan gilam o'sha daroshkalar siz kutmagan narxda bo'ladi do'stlar. Qaranglar, mana bu tomonda faqat adresda adashib ketmaysizlar. Bu yoqda kattagina banderamiz bo'ladi. Hozir u o'rniga kichkina bandera qo'yib qo'yildi. Chunki nimagadir do'stlar, ko'cha tomonda reklamalar ko'pchilikni shildirishib tashyapti. Shu sabab do'stlar, mana Arinter yangi qurilgan masjid bor-ku. Shundan boshqa yangi qurilgan tepada peshxodning most bor. Bu kim uchun qurilgan? Albatta siz uchun qurilgan. Shu peshxoddan tepa mostdan shunday o'tasiz. O, mana Grand Plaza yozini ko'ribsizlar. Shuni pastida podvolda do'stlar hozir quloq eshitmagan skidkalar qildiramiz. Qani, ketdik bo'lmasa. Jamshaka skidkani zo'ri. Qilib berasizmi? Beramiz. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Mana shu daroshkalar hammasi skidkada. Ketdik, qani? Kirdik. Faqat manzilda adashib ketmanglar, gilam olishi do'stlarga yuborib qo'ying do'stlar. Hozir biz qo'yib beradigan narx do'stlar, u gilamda hali bunaqangi narx bo'lmagan. Hatto zavodda o'zi ham xijolat. Qani, hammani kaskorga baraka bersin. Xudo xolisa bu yil ot yili, barakatli yil bo'ladi nasib. Inshaalloh hammaning ishi kaskorga baraka bersin. Deb sekin Grand Plaza podvoldan boshladik. Elbek, assalomu alaykum. Aka, gilam qanaqa yutib oldingiz? Shu kommentariyaga inkuplek to'plab sovg'a qo'yilgan ekan, shu sovg'ani yutib oldik. Haqqoniy ekanmi aka? Haqqoniy ekan. Tanish bilishmasmiz a? Yo'q, tanish bilishmasmiz. Aka, sog' bo'ling, yaxshilik ishlatinglar. Rahmat sizlarga. Yana aksiyalar ko'proq qilib turinglar. Xudo xolisa aka, sog' bo'ling. Hamisha to'y ko'ringlar, ham ko'rmanglar. Hoji ona, hoji ota bo'lishni nasib qilsin. Bolalaringlar ilmli, bilimli, iymonli, 5 vaqt orqamizda namoz o'qigan farzandlar bo'lib, bolalaringlar rohatlarda ko'rib, hoji ota, hoji onalar bo'lib, kasb-koringlarga baraka bersin. Alloh nima niyat qilgan bo'lsa, niyatingizga yetkazsin. Robbana otina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar rahmat. Yaxshilarga ishlating, yuz onaxon. Rahmat. O'sha qaranglar. Xo'p, Alloh rozi bo'lsin. Do'da, nechi pulga oldingiz gilamni? 150 mingga oldim. Haqiqat ekanmi? Haqiqat ekan. Nima deysiz klientlaringizga, tavsiya etasizmi? Tavsiya etamiz. Arzon ekan, kelinglar, olinglar ham bo'lasiz. Rahmat do'da, yaxshilik ishlating. Xo'p, rahmat. Yana darushka metr nechi puldan oldingiz? 15 mingdan. Rost ekanmi? Rost. Tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman, kelinglar. Rahmat. Skidka davom etyapti. Rahmat, sog' bo'ling, yaxshilik ishlating. Xola internetda aytilgan narxda oldingizmi gilam darushkani? Nechi puldan hali? 150 mingdan gilam, davroshka 15 mingdan. Tavsiya qilasizmi do'konimizni? Xudo xolisi. Yaxshilikka ishlating, rozi bo'ling, xola. Sog' bo'linglar, omadinglar bersin, barakasini bersin. Keyin internetda aytilgan narxda xarid qildingizmi darushka gilammi? Ha, kelib xarid qildim. Nechi puldan oldingiz? Buni 15 mingdan oldim, buni 150 mingdan. Haqiqat ekanmi, yolg'on yo'qmi? Mayli, keyin sog' bo'ling, yaxshilik ishlating. Xullas aytyapman-da, nima deydi? Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan skidkalar qilib beradi Elbek aka. Xudo xolisa. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xurshid Abzor Toshkent bozori, Instagram, TikTok, va musofirdagi qaddi baland qadrdon opa-singillar, aka-ukalar. Assalomu alaykum. Avvalambor hammangizning uylarda to'y bo'lsin. To'ylarda hamisha bizga xizmatda bo'laylik. Alloh umringizga, kasb-koringizga, rizqingizga, xonadoningizga baraka bersin. Xullas, aziz obunachilar, shoshilinglar. Soni chegaralangan chiroyli aksiya e'lon qilamiz. Yetmay qolsa xafa bo'lish yo'q, tugab qolsa. Chunki chegaralangan degandan keyin u tugab qolish ehtimoli katta. Bunaqa narx даже zavodda ham yo'q. Xullas, undan tashqari 2 milliondan oshiq xarid qilgan har bitta xaridorni yozib boramiz. 100-xaridorga mana shu Ogolokni tekinga berib yuboramiz. Ana do'stlar, Mana 3 kun, faqat 3 kunga, ertaga 24, 25, 26 aprel kuni, ya'ni juma, shanba, yakshanba kuni 3 kunga qo'yamiz. Ertalab ish vaqtimiz 8 dan 8 gacha. Bundan tashqari yana shu joyda bitta bosib qo'ysang, to'g'rilik. Xullas, bugun bu gilamni olmasangiz, ertaga aniq kech bo'ladi. Bunaqangi skidka hali bo'lmagan tarixda. Qani Elbek aka? aziz obunachilar, undan tashqari mana 2 milliondan oshiq xarid qilgan har bitta xaridorni yozib boramiz va 100-xaridorga Ogolok va'da qildik. Undan tashqari har 5-xaridorga mana shu 1-2 gilamlarni, mana shular bitta donasi 700 ming turadi. Tekinga qo'shib beramiz. 700 mingga bo'lgan gilam tekin berib yuborasiz. Har 5-xaridorga. Yurakchalar qizdirib qo'ying. 2 milliondan oshiq xarid
qilgan xaridorga yozib boramiz. Har 5-xaridorga mana shu gilamni tekinga qo'shib beramiz. Gap yo'q. Keyin bu tushundinglar. Undan tashqari mana bu daroshkamiz Daroshkalar soni chegaralangan. Kimga nasib qilsa buyursin. Qarang do'stlar. Suv tekin narxda, zavoddan ham arzon narxda daroshkalarni ko'rsatib o'ting. Bu yerda yolg'oni yo'q. Yolg'oni yo'q. Misol uchun bemalol xotirjam nima qilishinglar mumkin. Mana shu daroshkalar sizlar uchun, sizlarni xursandchiliginglar uchun, Yaqinroq ko'rsatib. sizlarni duoylarni olish uchun bo'lsin sizlarga bo'lsin deb 80 talikda metrini 15 mingdan qo'yaman. Voy 15 ming do'stlar. 15 ming so'mdan Yuraklar metri. qizdirib, jo'natinglar do'stlarga tezroq. 15 Sizlar ming. uchun faqat Mana. Alloh rozi bo'lsin. Like'larni bosinglar. Faqat pastga yetmay bo'linglar. qolgan odamlar so'kmanglar. Xullas, endi qalin daroshkalarga o'tamiz. Mana shu daroshkalarni ham Elbek aka, qarang. trenddagi daroshkalar. Yaqinroq keling. Bu do'stlar oddiy daroshka emas. Bu do'stlar o'sha siz xohlagan arzon daroshka pulida siz sifatli daroshkani olishingiz mumkin. Keling o'z narxini tanishib Keyin chiqamiz. undan tashqari ming bor uzr, bitta aqlli odamimiz gapiribdi. Poliester ham sintetika deb. Mana, Keling, ko'rsating mana isboti bilan. mana bu sintetika, mana bu poliester. Bu poliester. Bitta narsani to'g'ri tushungan ukajonim. Singlimmi, ukammi, shu bittasi eslolmay qoldim shu. Negativ yozibsiz-a? Ha, negativ yozgan, sintetika ham poliester ham sintetika deb. Endi bitta narsani yaxshilab unaqa qilgin. Temir, kumush, tilla ham metal. Lekin uchalasini farqi bor. Bu yerda gilamda ham akril, poliester, sintetikani farqi bor. Ipida ham, kilosida ham, grammida ham, narxida ham. Shunda bu temir Shuni tushunmasang, u o'tirib olib uyda aqllilik qilmagin ukajonim. Sen aqling yetmaydigan narsaga aralashmagin. O'zing kasbing bo'yicha shug'ullanaver ukajonim. ana. Sintetika bilan poliesterda farqi bor. Hammasi suvni toladan olinadi. Lekin poliester boshqa dunyo. Mana bu sintetika boshqa dunyo. Mana shularni ham Xudo xohlasa, mana sizlar uchun tayyorlab qo'ydik. Narxlari o'ta bomba. Mana shularni kvadrati 200 mingdan sotganmiz vaqtida. Mana sizlar uchun 80 taliklarni metri mana 65 ming so'mdan qo'yamiz. 200 minglik o'sha daroshkalar siz uchun 60 ming so'm. 65 ming so'mdan metri. 65 metr 60 ming so'mdan. Trenddagi daroshkalar mana 1 metrliklar 80 ming so'mdan metri. 1.20 liklar 96 ming so'mdan, 96 ming. 1.5 liklar 120 ming so'mdan metri, 2 metrliklar 160 ming so'mdan. Shoshilinglar, faqat 3 kun. Bunda 3 imkoniyat. kundan keyin bunaqa narx yo'q. Xafachilik bo'lmasin. Men kechikdim, ulgurmadim, endi shu narxda berib beringlar degan narsa bo'lmaydi. Chunki biz ham foyda qilishmaydi. Mayli, hozir 3 kunda sizlar foydalaninglar, foydalangan odamlar duosini olsak xursandmiz. Endi gilamlar bilan. Qani gilamlarni ko'rsatamiz, do'stlar. Xo'p. 1.5 ga 2. Marhamat. 230 gilamlarimiz. 400 ming so'mdan. 400 ming. Mana O bu 400 ming so'mdan. sintetika emas-ku. Poliester bilan. 400 ming Poliester so'mdan. gilamlar. Samarqandniki mana. 400 ming so'mdan. Baraka Turishi. bersin. Tezroq. Mana qalin gilam qo'ying, qalin gilam qo'ying deganlarga. Ikki guchlarimiz mana 650 ming so'm. Turishi 650 ming so'm. Mana shu turish 650 ming so'mdan. Shoshilinglar. Hech gap yo'q. Kelib gilam xarid qilib duo qilsanglar bo'ldi. Kimnidir mana shu 3 kun ichida kimgadir mana shu mexki o'g'aloq nasib qilsin. Elbek aka bu narxda aniq topish olmaydi. Bemalol qiziqib ko'raversin. Sintetikani narxida qo'yamiz. Keyin mana Sintetika narxda do'stlar gilamlarni qabul qilib oladi. 950 ming so'm. Sintetika narxda do'stlar. Poliester gilamlar sintetika narxda. 950 ming so'm turishi mana shu. Kvadrat emas, mana turishi Turishi. 950 ming so'm mana. Ana internetda yozib oladi-ku. 25 ming, 35 ming bo'lib ketdi deb. Undan ko'ra do'stlar, Mana shu gilamni olganlar sirasi narxini tushunadi. Necha puldan olganlar. 2,5 ga to'rlarimiz. mana chiroyligini qarang buni. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Turishi 1 million 200 ming so'm. Bosing gazini. To'g'ri ochinglar. Qani, like'lar bosib tezroq do'stlarga yuborib qo'yinglar. Turishi 1 million 200 ming. Shoshilib bo'lavermaydi do'stlar. Har doim. Xo'p. 2,5 ga besimiz. Qani aka, bosing. 1,5 million so'm. Og'irmikan? Gilamlar? Og'ir gilam. Mana. Mana turishi 1,5 million so'm. Turishi 1,5 million. Mana shu turishi.
O'zi asl narxi necha pul bo'lgan aka? Mana shularda 2 milliondan tepasi sotilgan. Mana. Sotyapmiz. Dushanbadan 1,5 shu 2 milliondan tepasi 2 million 300 2,5 million sotamiz. Hozir 1,5 million berasiz, faqat necha kun? 3 kun. 3 kun. Juma, shanba, yakshanba kuni. 3 kunga ulguringlar do'stlar, 3 kunga. 3 ga to'g'rimiz mana 1,5 million so'm. Qani? Polyester bular. Samarqand to'g'rimi? Mana o'gut. Qani? San akalar uchun bitta like bosib qo'yinglar. Mana. Sizni xizmatingizda. Shoshilmasdan teskari olib berasiz. Anvar. To'g'rilab ber. Mana. To'xta baravar. 1 2 3. Hoppa. Mana 1,5 million so'm. Haykal deysizmi? Har xil gullardan deysizmi? Mana. Hop, buni gulini qarang. Xo'p, 3 ga 5larimiz. arzon bo'lib ketdi. 3 ga 5larimiz. 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 mana shu gilami. Hoppa. Mana 1 million 800 ming so'm. Mana barakasini bersin. Gilam olganlar ham, sotayotganlar ham barakasini bersin. Mana bemalol arzon gilam, yaxshi sifatdagi gilam arzon haqda faqat Grand Plaza Xo'p, xullas. olasizlar do'stlar. 3 kun mobaynida mana Aha. 10 milliondan oshiq xarid qilgan odamga bittadan duxobga qo'shib beradi. Aha. 25 milliondan oshiq xarid qilganga paltarashga xolodilnik qo'shib beramiz. Bunisi ham bor ekan. 20 milliondan oshiq xarid qilganga bitta televizor qo'shib beramiz. Ana Bo'lsa bo'lsin, sizlarga xalqqa bo'lsin. nima deymiz? Bu videomiz Adresni tanishtirdi, tushunmaganlar uchun. Tushunmaganlar uchun telefon nomeri qoldiramiz pastiga. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Viloyatdagilar sizlar uchun ham onlayn savdo bor. Pulini klik qilib olsanglar, o'zingizlarni viloyat taksidan chiqartirib yuboramiz. Chi do'stlar. Muammo bo'lmaydi. Faqat screenshot qilib, rasm tashlab berib, mana shuni gilamni chiqarib yubor desanglar bo'ldi. Hammaga omad, yaxshina ko'pincha sog' bo'linglar, salomat bo'ling, like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Charchamanglar do'stlar. Ko'rishguncha.